Bugungi kunda xalqaro logistika va transport tizimi global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan. Aynan shu tizim orqali davlatlar o'rtasidagi savdo aloqalari mustahkamlanib, iqtisodiy hamkorlik yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Ushbu jarayonning asosiy tayanchi esa minglab kilometr yo'llarni bosib o'tayotgan yuk mashinalari va ularni boshqarayotgan professional haydovchilardir. So'nggi yillarda Yevropada aynan shu kasb egalariga talab keskin oshdi. Bu esa yuqori daromad, barqaror ish o'rni hamda xorijda tajriba ortish imkoniyatini yaratadi. Interactive Business School 2023-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan xalqaro o'quv markazi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiya vazirligining litsenziyasi asosida faoliyat yuritib keladi. Markaz qisqa vaqt ichida professional haydovchilarni tayyorlash sohasida zamonaviy yondashuvni joriy etib, xalqaro miqyosda o'z o'rnini topishga muvaffaq bo'ldi. Bu yerda haydovchilar shunchaki o'qitilmaydi, ular xalqaro darajadagi mutaxassis sifatida tayyorlanadi. Ta'lim dasturi C va CE toifalari, shuningdek, Yevropa bozorida majburiy hisoblangan kod 95 va xavfli yuklarni tashish uchun ADR sertifikatlarini o'z ichiga oladi. Darslar Yevropa standarti asosida tashkil etilgan bo'lib, onlayn-offlayn tarzda rus, o'zbek, ingliz tillarida olib boriladi. Ta'lim imkoniyatlarini hududlar kesimida yanada kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi bo'ylab joylashgan 7 ta maxsus avtodromda haydovchilar real yo'l sharoitiga yaqin muhitda mashg'ulotlar o'taydi. Bu maydonlar turli murakkab vaziyatlarni amaliy tarzda o'rganish imkoniyatini beradi. Burilishlar, yuk bilan harakatlanish, xavfsizlik va manevr qilish kabi ko'nikmalar shu yerda shakllantiriladi. Amaliy mashg'ulotlar Euro 6 standartidagi zamonaviy yuk avtomobillarida olib boriladi. Bu texnikalar Yevropa talablariga to'liq javob beradi. Shuningdek, markaz zamonaviy simulyatorlar bilan jihozlangan. Zamonaviy interaktiv texnologiyalar qo'llanilishi esa ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. O'qishni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarga xalqaro darajadagi ADR sertifikati hamda QR kodli ID karta taqdim etiladi. Mazkur hujjatlar BMTning tegishli tizimlarida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, Yevropa va MDH davlatlarida amal qiladi. Bugungi kunga kelib yuzlab bitiruvchilar xalqaro transport kompaniyalarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Ularning yutuqlari sifatli ta'lim va to'g'ri tanlov natijasidir. Ta'limdan keyingi eng muhim bosqich bu ish bilan ta'minlash. Getwork xususiy bandlik agentligi bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik orqali bitiruvchilarga Yevropa mamlakatlarida ish topishda amaliy ko'mak beriladi. Interactive Business School bu shunchaki o'quv markazi emas, bu sizning xalqaro kelajagingiz sari ochilgan yo'l.